Chaqimchilik. Alloh deydi: ey Muhammad alayhissalom, siz g'iybatchi-yu gap tashuvchiga itoat etmang. Qalam 11 qo'z ichida deydi. Sura davomida bulardan tashqari benasab haroma kimsaga itoat etmang. Qo'z ichida qalam 13 oyati keladi. Abdulloh ibn Muborak mazkur oyatdagi Zanim surasini valadi zino deb tafsir keltirib, uni sizni saqlolmaydigan degan sifatni ham qo'shib qo'ygan. Bu gapi bilan Abdulloh ibn Muborak har bir gap tashib yuruvchi chaqimchini valadi zinoga yaqinlashtirdi. Yana shunday oyat bor: barcha qo'zchi kishilarga dilozorlik qilib, ularni obro'larini to'kib yuradigan qo'z yopiladi. Bo'xtonchi g'iybatchiga halokat bo'lgan. Gap tashib chaqimchilik qilish Qur'onda o'tin orqalagan deb sifatlangan. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: chaqimchi jannatga kirmaydi. Muttafaqul alayh. Abu Hurayra deydi: Rasuli akram dedilar: sizlarning Allohga eng suyukligingiz xulqi go'zalingiz, ulfat bo'ladigan va ulfat qilinadigan halim mehmondo'stlaringizdir. Allohning g'azabiga eng loyiq bo'lganlaringiz esa gap tashib yuradigan chaqimchilaringiz, begunoh kishilardan ayb axtaradiganlaringizdir. Qo'z ichida Tabaroniy rivoyati. Payg'ambar alayhissalom: sizlarning eng yomoningiz kim? Aytaymi? Dedilar. Ayting ey alayhissalom rasuli deyishdi. Chaqimchilik qilib birodarlarini o'rtasini buzadiganlar, begunoh kishilardan bir ayb qidiradiganlardir dedilar Rasuli akram. Ahmad rivoyat. Abu Zar aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: kimki bir musulmonga qarshi uni sharmanda qilish uchun nohaq gap tarqatsa, Alloh uni qiyomat kunida jahannamga sharmanda qiladi. Qo'z ichida Ibn Abu Dunyo rivoyat. Abu Dardo ham payg'ambarimizdan shunga yaqin bir hadisni rivoyat qilgan. Qaysi bir kimsaki yana bir kishini bu dunyoda sharmanda qilish uchun qilmagan aybini qildi deb gap tarqatsa, endi u kimsani qiyomat kunida do'zaxda eritish haqqida Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. Qo'z ichida Abu Dunyo rivoyat. Abu Hurayra Rasuli akramni shunday degani rivoyat qilinadi: kimki bir musulmonga qarshi yolg'on guvohlik bersa, do'zaxdan joy egallashga hozirlik ko'raversin. Qo'z ichida Ahmad rivoyat. Aytishlaricha qabr azobining 1/3 chaqimchilik tufaylidir. Ibn Umar payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilinadi: Alloh taolo jannatni yaratgach unga gapir dedi. Menga kirganlar saodat topdi dedi jannat. Shunda ulug' va qudratli zot: izzatim va ulug'ligimga qasamki, odamlardan 8 toifasi senda maskan tutmaydi. Haramga, qo'z ichida mast qiluvchi ichkilikka qo'z yopiladi. Mukkasidan ketgan kishi, zinoga berilgan kishi, loqtot ya'ni chaqimchi
dayus, qo'shiqchi, adolatsiz, mirshab, muhannas, yaqinlari bilan aloqani uzuvchi, falon ishlarni qilmayman deb Allohga ahd berib va'dasiga vafo qilmaydigan kishi. Qo'shiqchi Nassoiy rivoyati. Qobil Ahbor rivoyat qiladi. Bani Isroilga quruqchilik yetdi. Muso alayhissalom bir necha marta suv so'rab duo qildi. Bo'lmadi. Alloh unga shunday vahiy qildi: toki orangizda gap tashishdan charchamaydigan chaqimchi bor ekan, sening ham, sen bilan birga bo'lganlarni ham duosini ijobat etmayman. Rabbim kim-u? Menga ko'rsat, uni uyimizdan haydab solay, dedi. Shunda Muso alayhissalom: ey Muso, o'zim chaqimchilik qilib sizlarni chaqimchilikdan qaytaraymi, dedi Alloh taolo. Barchasi darhol tavba qildilar. Keyin Alloh ularga mo'l ko'l suv berdi. Aytishicha, bir kishi 7 savolga javob topish uchun hakim bir zot izidan yurib 700 farsah masofa yo'l bosdi. U zotning oldiga kelgach, meni Alloh taoloning sizga bergan ilmi huzuringizga yetakladi. Aytingchi, osmondan ham og'irroq narsa bormi? Yerdan kattaroq narsa nima u? Toshdan qattiq narsa-chi? Olovdan issiq narsa nima? Zamharir, qahratondan ham sovuqroq nima u? Nima u dedingiz ham dengizdan ham chuqur. Yetimdan ham xorroq kim? deya savollarga ko'mib tashladi. Donishmand uning savollariga shunday javob berdi: aybsiz kishiga qilingan bo'xton osmonlardan og'irdir, haqiqat yerdan kengdir, qanoatli qalb dengizdan chuqurdir, hirs va hasad olovdan issiqdir. Muvaffaqiyatsizlikka uchraganingda yaqinlaringga muhtoj bo'lishing qahraton sovuqdan ham sovuqroqdir. Kofirning qalbi toshdan ham qattiqdir. Chaqimchining chaqimchiligi ochilar ekan, u yetimdan ham xorroqdir.